Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz bizga yangi motorlar, dvigatel qismlari, korobka qismlari keldi. Kimga shunaqa korobka, motor qismlari kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizga podpiska bo'lib, like borsani hammasini birma-bir xotirjam tushuntiramiz. Bu Malibu 2, Malibu 1 2 tor motorlari. Kimga shunaqa Malibu 1 2 tor motorlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqsani qulay, arzon narxlarda qilib beramiz. Buni holatlari hammasi chiroyli holatda. Hozir buni ichini ochib ko'rsatamiz. Kimga shunaqa zboriy motorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana buni ichini ko'rib turibsizlar. Hammasi holatlari chiroyli ishlagan, qip-qizarib turibdi. Bunga garantiya beramiz. 1 oy garantiyasi bor. Yurib ko'rib olsani bo'ladi. Cobalt zboriy motorlarimiz bor. Cobalt motorlarni hammasi holati zo'r. Istalbi holatini Cobalt motorlarni $650 qilib beramiz. Kimga shunaqa dvigatel qismlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Tracker Onyx minadigan akalarimizga zboriy motorlar ham keldi. Bu mexanika korobkaligi. Bu Onyxga. Holatlari hammasi test yangi bilan bir xil bo'ladi. Kimga nima narsasi kerak bo'lsa, alohida ajratib beraveramiz. Bu motorlarimiz bor. Bu motorlar zboriy holatda, oldini kesib kelingan holatda bo'ladi. Malibu 2.2 li 1.5 turbo ham bor, 2 turbo ham bor. Kimda qanaqadir Gentra, qanaqadir mashinalarga zboriy holatda qo'yamiz deydiganlarga o'zimiz predelka qilib o'rnatib beramiz, narxlarini kelishamiz. Tracker 2 ni avtomat korobkalari ham zboriy kelgan. Onyxga ham tushaveradi. Tracker 2 ga